Tomni ham yangilashimiz kerak. Ha, yana tunuka qilmoqchimisiz? Muammosiz aka. Qayerdan kelyapti, o'z? Bu yoqdami aka? Tunuka kerakmidi? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Ha, asl profga tunuka kerak dedingiz-ku. Asl prof eng tezi. Asl prof bu shunchaki tom yopish emas, bu har bir nuqtaga puxta yondashuv degani. Tom yopishda 4 ta eng ahamiyatli qismi bor. Birinchi qoida, tunukani qalin yupqaligiga e'tibor bering. Hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan, sinovdan o'tgan, tajribada o'zini oqlagan bu 0.45 hamda 0.50 mm dagi tunukalar hisoblanadi. Ikkinchi e'tibor qaratadigan qismimiz bu qaysi zavodda metalldan foydalanayotganligi. Misol uchun, Asl Prof bu Toshkent metallurgiya zavodi bilan hamkorlikda ish olib boradi va bir qancha chet el zavodlari bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Uchinchi qoida bu zavod tarafidan kafolat sertifikati taqdim qilinganligida, ya'ni sifatli mahsulotlarga 10-15 yil kafolat beriladi. To'rtinchi qoida esa bu maksimal darajada tunukaga chok tushirmaslikka harakat qiling. Misol uchun, Asl Prof uzilmasdan 14 metrgacha tunuka ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Xo'sh, yana qanday ma'lumotlarni bilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.